bahar keldi. Qurban hayitga o'xshamaydigan yana bir bayram No'ruz har yili 3-oyda keladigan milliy urf-odat xarakterlik bayramdir. Bayramning kelishi kishilarga arzu-umid beg'ishlaydi. O'xshamagan bayram kayfiyati No'ruz bayramini jonliq va o'zgacha ko'rsatadi. Şinjangda No'ruz bayrami xuddi Xanzularning chag'iniga o'xshash bir yildagi eng muhim milliy bayram. Qiziqarli o'yin ko'rsatishdan boshqa yemak-ichmakmi kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim ishlarning biri. No'ruz bayramidagi yemak-ichmak Qurban hayitdagi esil taomlarga o'xshamaydi. Faqat bir xil taom No'ruz ishi etiladi. Qaramaqa shundaq oddiy ko'ringani bilan uningga 28 xil xuruj ketadi. No'ruz ishiga eg'iz tegadiganlarmi 100 dan oshadi. Tamaq etishga mas'ul ustalar uchun No'ruz ishi tayyorlash katta bir qurilish qilganga o'xshaydi. 18 yoshli yigit Roza To'xti Qarqash nahiyasidan No'ruz ishi etishga qatnashish uning uchun texi tunji qitimliq ish. Roza To'xti hunar o'rganadigan bu fursatni bakmi qadrlaydi. Necha kunning oldida Roza To'xti ustasi bilan No'ruz ishi etishga keraklik xuruj olg'ili chiqdi. Bayram kuni u vaqtliq chedirdagi oshxonaga kelib, turli tayyorliklarni ishladi. Yog' chuchigandan keyin Roza To'xti hamrohlar bilan birga turli ko'ktat, go'sht, oshliq va qo'shimcha materiallarni cho'ng qozonga to'kib, to'xtamay aralashtirdi. An'ana bo'yicha No'ruz ishiga yangidan mol so'yilmaydi. Bultur eshib qolgan go'sht ishlatiladi. Kishilar bahor kelishdan avvalgi bultur eshib qolgan narsalarni to'liq pokiz ishlatib atgandilar, andin tabiatning insonlarga ato qilgan ne'matlarini qadrlagan bo'lganligiga ishonadi. Insonlar iqtisodchan, tejashlik bo'lgandilar, tabiatning alohida ko'ngil bo'lishiga erisha oladi.